Salam tordaşlar, mən dostumlar Şaşov Pali bulubman. Bulubmamış 2 gündə tor dünyasında alayda ismi cıq atalğan Şaşov Pali degan mən şu bulman. Bugün mən Enver Serikning filmlərini ko'rganda yaqi o'zimdagi cho'ng bo'lgan, zo'r bo'lgan xatoliklarni qaytadan tunib, mush filmni ishlab o'tiribman. Albatta bu mening mas'uliyatim ham majburiyatim deb o'yladim. Dastlabki vaqtlarda o'zimdan faqat ko'rmagandim. Chunki men o'zimning qanday qadamligini o'zim bilgachga, men xatolik o'tkazmadim. Men rost dedim-ku, men o'z samimiyatim bilan agar yoqmagan bo'lsa pulinglarni men qaytarib berman. Deb turib, yeb turib, ichib turib, hattoki 5 molliq narsa satsam, yoqmas pulinglarni qaytarib berman deb turib satgan bo'lsam, mening narim xato deb turib, o'zimga faqat xatolik ko'rmabman. Lekin men Anvar bilan bir ishqatdan munozir qilish jarayonida Anvar haqiqatan o'zimga bir dars o'tdi. Pari, men gapimni tushuning. Siz mening dushmanim emas. Siz bilan qiyishliga ish yo'q. Miyada siz xatolik qildingiz. Siz Sanwu Champion degan narsani satdingiz. Sanwu Champion degan narsa igisi yo'q. İşlab chiqargan o'rni yo'q, zavod adresi yo'q, tarkiblari aniq yozilmagan mushunda narsani satganligingiz sizning xato. Siz bexastalik qilib qo'ydingiz mushu masalalarda deb men qayta mush kallamdan o'tkazib, dars so'zlagan yoqim men o'zim his qildim. Asli Anvar unchalik eski bola emasga. Biz tor dunyomizda Anvarni jiq ko'rib, men shaxsan bir xil o'chligim keladi-ku. Shun serpli o'tkazib, qachonla bo'lsa xalqning qo'ng'ini ochadigan bola ekan, ma'vu deb yoqtirmaydim. Lekin men mush kun yaqin munozirlash jarayonida o'zimning xatoligini ajoyib tunudim, men uchun bir cho'ng dars bo'ldi. Bu yerdagi dars xizmatdagi bexastalik. Har qanday ishga sal qarash, hamma odamni o'zimga o'xshashlar, mushundaq qiladi, odam xayli qilmaydi deb o'ylab ekanman. Tor dunyosida bo'libmi savdogarlar bilan bizga o'xshash banqonlarning munosabat qilish jarayonida men o'ylayman, men o'xshash hech kim surishchini qilmaydi ekan. Bo'libmi tor dunyosida dayqo qilayotgan xonimlar 20%, 30% arif bersa, mas'uliyat yaxshi bo'lsa, o'zimiz yaxshi ko'rsak, o'zimizga yarsalar, biz ashunday filmlarni tatib ketganmiz. Bu 100% xato ekan. Biz avval molni akilib turib, uni surish qilib turib, uning zavod adresi, uning barliq ishlab chiqarishi, bu odam badaniga ziyonliqmi, foydaliqmi shuni ko'rgandan keyin biz anadikin qo'rqmay turib setishimiz kerak ekan. Biz uni surishtirmay o'zimga yoqqandan keyin bo'ldi. Boshqalar meni yaxshi ko'rdi deb setib qoldik ekanmiz. Shunga men uchun bu bir cho'ng dars bo'ldi. Men o'xshash tordashlarning mol olganda yaxshi ko'rganlikdan emas, mushning butun adreslarini ehtiyojinglarga qarata ilishinglarni umid qilaman. Men o'xshash mol setayotgan xonim qizlarmi, diqqat qilib turib, meningdek ig'ir to'kmatlarga qolmasliklaringning oldini olish uchun cho'qim yaxshi surishtir qilinglar. Bu yerda to'kmat deb o'zim nargiz bichora ko'rsatganim emas. Shunga kan xalqning mening mush hissiyotimni bir o'ylashib turib, shuni paqan bo'lgan deyman. Amdi meningdan nasihat suyimlik mush tor dunyosida xizmat qilayotgan, uningdan boshqa yoki kishilik ijtimoiy turmushda savdo qilayotgan, aloqa qilayotgan qarindoshlarim, eng avval hissiyot bilan ish qilmay, aql bilan ish qilaylik. Tekshiraylik. Menga yoqdi-ku, yeb biraychu, ich biraychu emas, men yesam bo'lamdi, bo'lmamdi deganni tigi-takdan surishti qilaylik. Hozir jamiyatning taraqqiyotiga ergishib soxtapazliklar bekchiq bo'lganlik sababli biror ish ko'zga yilqidek kinishkilarni, yilqidek moshundaq isbotlarni yasab bergil bo'ldi ekan. Ba'zan savdogarlar mana hamma narsa to'liq-ku deb turiblar, bizga chiqarib bergandan keyin rost to'liq o'xshaydi deb, uning ustiga doing asqil bo'lg'achqa hayajonlanib turib so'zlab ketdik ekanmiz. Shunga bundan burun surishti qilishinglarni umid qilaman. Men bundan keyin bak diqqat qilaman. Ba'zi bir savdogarlar, anadikin hamda ish qilmoqchi bo'layotgan savdogarlar, mol chiqarishdan burun bizning hissiyotimizni o'ylab qo'yinglar. Sizlar bizni aldisanglar, biz xushmay xalqni aldab qoladi ekanmiz. Oxirida halvani hekim yedi, tayoqni yedim deb bizga o'xshab tayoq bizga tegib qoldi ekan. Sizlar o'zinglar jahonning nersida turib, hech kim bunga ega olmaydi ekan. Oxirida mana yuzimiz qarvuldi ekan to'tkoychan qilish uchun hammasi bizni oqchi, mo'qrakchi, uningdan boshqa qo'ymichi deb shunday tillaydi ekan. Yolg'onchi, soxtapaz deb. Shunga bizga foyda nima bek oz basanglar mayli, baginglar kammisimi mayli. Lekin haqiqiy jing mas'uliyatlarni ishlab chiqargan bo'lsak, bizmi bilib bilmay bundaq to'kmatning egisi bo'lib qolmagan bo'lsak degan umidda, shunga hammanglarning mening mush hissiyotimni tushungan bo'lsanglar, men odatda erkin paran qilman. Bu mening mijozim ekan. Men bundaq ko'rinishda bir xil yo'g'on baslik turgan bilan bola mening aqlim unchalik bek ishlay ketmaydi, bola bek ishlarni o'ylamayman. Ko'nglimda nima bo'lsin ifodalayman. Bo'lsa chaqchaqlarni qilib, xalqni kuldasam deb g'ayriy qiliqlarni qilib turib, ashundaq mushunda to'yin davomlashtirayotgan odamman. Mening mush mijozim sababli odatki turmush bilan tor dunyosining turmushini sizlarning yaqin do'stim, meni to'g'ri tushundiku, urug' tuqqanlarim, qarindoshlarim debla sizlarga chaqchaq qilib, ancha-muncha uchiq yo'riq gap qilib qo'ygan yerlarim bor ekan. Men bundan keyin diqqat qilayman. Bundan keyin tor dunyosi bilan amaliy turmushni diqqat qilib turib sizlarga nayti yaxshi gaplarni qilay. Bu jihatni sizlardan o'zir aytaman. Unda qo'sam men hikoyamni boshlay. Mening hikoyam 2025-yili 1-oyning 1-kuni Tatlim bilan to'xtam tuzashdan boshlandi. Biz 2025-yili 1-oyning 1-kuni Tatlim shirkati bilan to'xtam tuzdik. To'xtamning mazmunida
Biz bir ayın ichida 6 film ishlab berish, tatlım mahsulotlarining e'lon tashviqotini qilish, tatlım do'konlarining ichilish faoliyatlariga qatnashish, tatlım do'konining tatlım mahsulotlarining ishqib, tatlım mahsulotlarining to'g'ri setilishlarga kuchab berish uchun biz to'xtam tuzdik. Oldingi vaqtlarda haqiqatan kuchdik. Kuchimizning boricha ishiltib turib, sinab turib, yeb turib filmlarni tatdik. Arliqda Dubayga bordik. Dubayga berish jarayonida shu Dubayning go'zal manzaralaridan foydalanib filmlarni tatgan bo'ldik. Shu jarayonda tatlım shirkatining qurg'uvchisi Zarina xonim Mushu import attirga ajoyib ehtiyoj bo'lgan xalqning ajoyib yaxshi ko'rgan attir deganni shunga men attir satay degandi menga shu vaqtida men gapay buning boyjiq ketadash desam voy yo'q adash biz uni o'zimizdan chiqamiz degan unda bo'lsa men bir ko'rib boqay deb mushuningdim yolg'onchilik chiqib qolmasin saqtiliq chiqib qolmasin deb mening ko'rib boqqim kelib shu attir do'koniga bilib bordik shu attirlarni oldi men ko'rdim o'z ko'zim bilan ko'rdim shu vaqtning o'zida mushu Turkiyaning markasidagi mush nishona degan attirning mushu Dubaydagi Shangjing bazini purab ajab o'xshaydi ekan rost biz buni chiqib xalqqa satsak xalqma ajab bir azan avvaldi ekan deb men o'zimcha xalqqa yaxshichoq bo'laman azal masalan qimmat attir bir muncha pul sarf qildim shunday azan attirning ovoz nima degan yaxshi deb degan mushundoq arzu armonlar bilan shu attirni akeldi lekin attirni akab urinchiga akelgandan keyin men xil vaqtgacha shu attirni sotadigan fursat bo'lmadi chunki men o'z qo'limdagi shu tatlim mahsulot ya'ni to'xtamli qonunliq tuzgan shu tatlimning choy sopini chokili ko'xinlariga e'lon ishlasam bo'lmaydi ayollar mahsulotga e'lon ishlaymadim chunki u narsani men ishlatmagandan keyin men buni tashviq qilolmayman deb uni saqit qilyaptim lekin chokili choy sopini hammasini men ishlatayotgancha ularga tashviqot qildim bozorda o'xshash turdagi mahsulot jiq bo'lganligi uchun jibom qilib baqdim shipping dayxon qilib baqdim lekin Zarinaning ko'nglidagidek bozor topmadi savdogarlarning qoidasi bo'yicha mahsulotni vahshiy bozorga chiqib ketsa ular mahsulotni yaxshi tanlaganligi zavodning yaxshi mahsulot ekanligi bo'ldi ekan agar bu bozorga tushiramiz Vanxun degan satanmadi vayjon u satanmaydi degandek bo'ladi ekan shunga bu orqali Zarina bizdan xafa bo'ldi qaqshidi men chunki Rungoning nasiga 700 ming degan pulni saptimanchu aldaqi mundaq taga hisoblasam bo'lmasa ufa bu qo'ylarni qo'ysam 1 million ketdi mening hozirgi maqsadim uni chiqarib undan foydalanish emas faqat dir o'smash o'z o'zim chiqasin deb o'ylagandim men sizlar bilan yozgan to'xtamni ko'rib baqmadim Gulpari shu kun ketgan peti tunugim bir to'xtam qarab baqatsam to'xtamda oyda oldin nas chiqib beramiz andaq mundaq degandek to'xtamlarga men pulni 5 cho'ng bo'lib ketmadim pul men uchun 5 cho'ng narsa emas chunki men bek jiqqaz bo'lib pul degani bek to'li ko'rib pullarga bek hayron qolmayman rahmat qilimiz deb protsizlar amaliki ma'nosining borjisi bor mangulik narsa bo'lgan bo'lsa xiyolim kirib chiqmaydi endi 1 yil 3 oylikdan vaqt qoldi yaxshimi qanday bo'linglar uning ustiga ma'lum sherikchilik sho'g'an keyin oldimmi ishkirda hozir u hapsini davolatdi qanday bo'ldi deb Zarina degan yomon degan endi men u bilishib emas nima deyman shu bo'lib endi boshlab so'nji kirgan bo'lgan keyin injiqlar bunday so'zlar qildi ekan men bisosan bir 2 kun yo'q bir ata kitob xufajonimizni haqsizday bu sherikchilikdan setmata yemfi sherikchilik pul hammasi bir hisobotda bo'lgan keyin qanday bo'ldi bu yo setilmaydi yo u yoqda va emas Dubayga yerib keldinglar deb bilma qanday deb u yoq uramay bo'lmasa ma'lum vaqt o'tib ketdi bu ziyon kimga tava yo pulni qaytaringlar yo mudda qilinglar deb uning ham bo'lgan keyin juda gaplaydi berdik shuning bilan shu qaqshash qap bo'lgandan keyin men oxiri 100 kelishaman berib jubo qilib boqay faqat bo'lmasa menga bergan pulini qaytarib beray mush hozirgi o'tkalda yutib olaylik dedi bu yerga o'tkal nima o'tkal deganda men bekchi qazim bor men ijara uyda o'tirman bu yerda mening qazim bor mening qazim jiq men yuqori o'simli qarzlarni olib keldim sheriklarimga javob qilmasam bo'lmaydi sizlar bizga film ishlab bermadinglar men qanday qilman bu mollarning manchilik vaqti qoldi degan keyin men adam bo'lgandan keyin yuzimiz chidamaydi ekan oxiri men bo'ldi pulingni qaytarib beray men shuni men sana kuchab berman dedim men agar pulni cho'ng bilgan bo'lsam hargiz bunday gapni qilmayman chunki bu vaqtgacha xil uzungacha men xizmatni qilib bo'lgan u vaqtgacha shu lekin faqat unumdorligini oshiramag'an yerimiz bor shuning bilan endi mahsulotni sotolmasak attirni o'zimiz setib buni pul tiqib biraylik deb u attirni ustiga men o'zim ishlatyapman o'zim ishlatgan o'zimni bek yaxshi ko'rgan attir bo'lg'achqa sotdim ko'nglimdagidek bozorga shunday tushdi kan xaridorlarni bek yaxshi ko'rdi u attirni andan keyin ikkinchi qatimliq mol akaganda ko'rib turganinglardek qizlar molni men oldim deb turib har bir mol akaga adam vloglarni yo'llaydi Hey, ma fıraqlarni özüm fıraq evatdim. Cuma qat'iy xatolik cuma yo'q menzlikda ya men 30 qatim fıraq. Bular bizning to'pimizga yo'llaydi. Men buni rost o'xshaydi deb, ya'ni o'xshash setib beribman, ammo quloq mol og'alar bu oldidagisiga purqa o'xshamaydi ekan, mol qaytarmaydigan gaplar jiqib ketdi. Bir necha qator chiroyli gap qilgan bo'ldik. Adash mal yo'q vaqtida banisab turib, qimsanglar bu tikasi jo'adash. Bugun shopping xoda neftisiga qitib tillab ketibdi o'zi yechilmadi. Ulug'di biroq adash hozir jiq odam elib purqa o'xshamaydi ekan. Purqa o'xshamaydi ekan deb birsida sug'maydi deb ko'p insonlar deb jo'liqi. Ajr qilib hammiz qaytarsa, u bikadimikar ishlagan bo'lmasa, sen shu, men shu. Undan o o'xshamaydigan sanmay tursin bo'ldi endi. Sen bil bizga aborchilik qilmasan, uni yana qaytarib, yana boshqa xilni sappa desang, tutulib adash. Bu hammasi bir kun bo'da olib ketgan mallar. U vaqtda delik bo'da olib bilmagan. Maqul xaqman diqqat qilaylik. Bu ash vaqtida patol tugab ketgan, mol tugab ketgan deyish. Ashu bir deb qo'ydim telefon nomeringizni deb bersangiz, sizga qaytadan sappasin besni deb. Agar mushuna bo'lib qolsa da shiliqi.
Aşı 5ni qaytadan saprayli bo'ldi. Men chiqaray pulni yozishim. Do'kon basan deb qo'yinglar, bizim bek avar qilib ketdi. Nimga pul avatsizlar. Bir malga bir qo'y oladi, bir kunga degan birsi 1000 qo'ydan maash oladi hozir. Mani ko'rib biqinglar ballar, lekin men qutisi qarsam biroz to'kib olgandek emas, bir narsa to'kib olgan bo'lsa, asroq shu qo'simi qoldi ya. Doimiga Shopenhaumiga. Doimo Shopenhaumiga doimiga shunday bir hozir telefon qilib o'ziri. Atrog'larga sopun ketgan ishlar borga, menda ishlar borga. Normalni saldiq ular o'zlari topolmagan bo'lsa, shu ko'foq gap qilinglar, danglar ko'foq. Agar bu qarish barni har qatim har xil odam olib boradi, shu har xil chiqadigan o'xshash ololmaydigan u do'kondami o'xshash chiqib bermaydigan uni har xil tanishgandan keyin bunga men amal qilolmadim shu bir Shopenhaumu doimmi bu ko'foq gap qilinglar deb yiqinglar yoki menga gap qilsin. Parinikin siz achalaydigan so'g'i meni juydigan. Bu şey qanday siz qilganlar shunday yaxshi men ketgan mazur. Men javob qildi o'xshamaydilarmi? Yaxshi kunimiz to'ydi qilasiz, siz qolganlar qarang. 29 kun ilim şapaq nazan berib olsak. Hey Peri, adaş, ma 4-cü yıldan ma bu Lüyelan jüvəsən olmamdı, şəhərlik qılıb bir şpin qoduğu nimin dost, əcəyib mazğayri dalada jüvət ki olanca jüvəsən qıqadaş. Adaş qasdan jumudim adaş. Aş xotetki ballarım köysünmüşdü ki bu degan bu pinglin judumunda bo'lgan bo'lsa, odat biz ayrimxonga qilib o'lgidek tilishdimiz. Bu bini xatoligim emas, mushu malsaga odamning xatoligida adaş. Shun qasdan jumugan men. Ma'qul deydi, lekin bu faqat o'zgarish bo'lmag'achqa men oxir o mallarni sotmadim. Ammo seyir qarvidan tushirib Nemishqa mal qaytirmiz degan odam shu seyir qarvidagi ularni topolmaganligi uchun men shuni uni tushirib turolmadim. Shunga men bu jihatdan sizlarga tuvanchilik bilan uzr aytaman. Endi biz inson bo'lgandan keyin xatolik o'tkazmaydigan odam yo'q ekan. Ammo o'tkazmaydigan odam yo'q deb doim xatolik o'tkazsakmi bu xato ish. Men rost bu qitim bexastalik qilib qo'yibman. Hamma odamning endi bo'libmi shunday cho'ng so'zishlarni qilayotgandan keyin rimpingiz yaxshi. Bunda ishlar bo'lmaydi deb o'ylabdim. Asli birinchi qitimliq mallar qo'l olib ketgandan keyin ikkinchi qitimliq mallarda o'zgarish bo'lganligini his qilolmabdi men ballar. Shunga sizlardan yana bir qitim tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Endi 2 qo'yliq attirni 39 qo'y 9 mo, 29 qo'y 9 mo setibsiz degan gapga javob. Vallahi sizlar uxlab qoldinglar qachon. Hamma narsa arshivlam qilib qo'ydim. Men Meybayzo bilan nishonada. Beyfunç arşiv olsa men dagayla bundan hesaplasam sıkıya joy qilib menga foyda qildi. Biroq tuyxo o bu unda bir bilan chiqarib olsak shu menga bir sopundan 3 qo'ygan qoldi o'xshaydi. Gadangi qazulib, undan qazin to'layman deb üstümlük pullarım öp ketgan yerlerim bo'lib ketdi. Shu unda hesaplasam faqat foyda qolmaydi. Shunga hemen arşiv tanışab qo'ydim. Men ranjib qolasam, qilasizlarmi? Ma bu yo'q sotganda sen shitdi, endi bunda olib ketdi deb xafa qolmanlar deyman. Endi g'amini yezib berdim. Asaslık mesela 20 iken toq, bəzən bir nəsə 25 iken toq, 25 bolsa mənə gram payda qalmaydı ki. 30% olsa oldu, ziyanlı mən getdi ki, şu xapıb qalmayısınlar. Nişanlını bəyəfinci arşı qılsam mənə 3 qoy 1 moy yetmən qaldı ki mən. Mən fəqat məndə şircan qapaqmadı ki, mən qaranlar nişanlını qırışıq. Aşağıncın yollarını qırış verməz, mənə şükür, mən qırış qoydum ki, mən məndə şircan qapaqmadı ki, mən çünki qəzim işib get qaranlar. Şu an bəyəfinci arşılam qıb qoydum, fəqat rənciməğlə. Əcidim ölsə təxim davamlıq küçəb satsaq. Qarish barsasaq, yeng attirib keldim, uni satsaq. Bir xirasga qilsam, o'zim hisoblab, o'zim ilishib ketdim jimo. Ojon. Sizlar bir hisoblab baqsanglar bo'pti ekan. Men bunda kichik soat qilib baqmabdi ekanman. 29 qo'y 9 mo'lik attirning 20%ni oripirdi. Uningdan 5 qo'y 9 mo 4 pon qoladi. Bir qo'ychanni doying avasa 4 qo'y 9 mo 4 pon. Uningdan boshqa bizning g'arin soda shu deb boy tutib olsa bizning qo'limizga tegadigan shu 4 qo'y pul balla. 4 qo'y pul bu attirning mallamas butun tor dunyosidagi nurg'un odamlar sotdi. Chunki nurg'un odamning yaxshi ko'rishiga ehtiyoj bo'lganligi uchun sotdi. Shuning bilan shu 4 qo'y pul uchun men oxirida mush yuzimni, inovatimni sizlarning oldinglarda poq qildim. Men bu yerda men sizlarga o'xshash ziyonlanguchi, albatta men ziyonlanguchi deb sizlarning oldinglarda bechorchiray bo'lganim emas. Sizlar mening o'rnimga qo'yib turib, mening bir qalbimni bir marta bir tushunib baqsgan degan hissiyatda mush blogni ishlab turibdiman. Endi Moxirkining gapiga kelsak, bir necha to'rdoshlar debdi, siz oshqozingizni kesib o'riqlamay Moxirki chekib o'riqlabsiz. Siz shuning bilan sherik, sen sherik bo'lganliging uchun seni Dubaylarga chiqdi. Birlik chatalga chiqqan banxonlarni surishti qilish kerak degan mushundaq savollarga men bugun javob beray. Men tug'ilib ta hozirgacha Moxirkining nimaligini bilmaydi ekanman. Mening atrofimdagi do'stlarim bo'lsin, yaqinlarim bo'lsin, undaq Moxirki chekadigan, zahar chekadigan, undaq akufkalarim yo'q, undaq do'stlarim yo'q. Men ko'rib baqmabdiman. Mening yo'ldoshimni tamaki chekmaydi. Shaxsan undaq narsaga men uchirish baqmab ekanman. Shu undaq narsani ish qildigan, undan narsani chekimliklar bilan arishgan odamni men farqlantirmaydi ekanman balla. Men mush Anvar Serikning shu filmini ko'rganda
Men mushundaq odamlar bilan agar mush ish rost bo'lsa, men mushundaq odam bilan ish qilganmanmi deb o'zimdan shunchalik la'nat o'qib ketdim. Men rost bilmaydi ekanman vallah. Bu ishlarni qilgan odam menga demaydi ekan. Men hamkorlashgan, men birlashgan, men uning ishini qilib bergan o shirkatlarmi menga unda shaxsiyatini demaydi ekan. Men burun bunda jinoyat o'tkazgan, men bunda ish qilgan degan gaplarni demaydi ekan. U gapni so'rg'il bo'lmaydi ekan. Men yaqinda shu sizlar bilan tang bildim bu ishni. Lekin ta hozirgacha ko'zim ko'ra boqmadi bu ishni-chu. Agar shu ishni bilgan bo'lsam, sizlarcha men shu ishni qilamdim deb o'ylab qo'yganlar. Men bu insoniyatga xavf-xatar keltirgan, mushunda ziyondash odamlarga ishimdan vahshiy o'sh. Bildinglarmi? Men shu sizlarga o'xshash xalq. Shunga meni xato tushungan bo'lsanglar, degan bo'yicha men sizlarga shuni bir tushuntirish berib qo'yay. Oxirida muhim masala, ko'p turdoshlar Anvar Serikka o'shlik qildi ekanmiz. Men bek o'shlik qilgan shaxsan. Nimandaq bu xalqning qo'ng'ini ko'laydimi bu deb ashunaq o'shlik qiladim. Lekin mush qatimda darsda bu bal xatoga qilmaydi ekan asli. Meni qo'g'dab qopti dedi. Ashunaq o'ylab qoldim shu munosabat bilan hamda Anvarga rahmat aytaman. Buni deganki, shu turmushda jamiyatdagi soxtapazliklarni, yolg'onchiliklarni fosh qilish Kan Anvarning mas'uliyati emas, bu mening mas'uliyatim deb qarayman. Buni degan bir nima asosam qarab sotaman. Kishilik munosabatga diqqat qilib turib aralashaman. Uningdan boshqa shu tordagi yolg'onchilik, yolg'on bichar bo'lgan, yolg'on boy bo'lgan, yolg'on birmi bo'lgan deganlarga men tangda qarshi turib, boshqadaklar bo'lsa bosh qilaman. Unda bo'lsa hammalarni to'g'ri tushunib, meni qo'llag'inglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kuchab taqib qo'yishinglarni umid qilaman. Sizlarni suymayman.